10 ta ulpating bo'lsa, 10 ta ulpatingda bittadan sifat bor, yoqmaydigan. Onasi sergap, monasi injiq, mana chapilla ovqat yeydi, mana cho'rlatib suv ichadi. Mana polpis, mana ro'dopa, mana hech qachon ustiga qaramaydi. Borda, masalan. Endi o'zing avliyomisanki, o'zing 100% misanki, boshqalardan kutasan. Atrofingdagi odamlarni ham boricha qabul qil, birodar. Birinchisini u fel yoqmasa, ikkinchisini bunisi yoqmaydi. Nima qila olasan? Shularni ichida yashashing kerakmi? Demak, ko'nik odatlan. Alloh bularni mana shunday yaratgan. Alloh taolodan atrofingni tuzatib berishini so'raverma hadeb. Sen uning o'zingni tuzatishingga Alloh quvvat berishini, sabr berishini so'ra. Mana shu duoing ijobat bo'lishiga yaqinroq. Harakat qilding. Oshnangni, bolangni, xotiningni, birodaringni bir yaxshi tomonga tuzatishlikka. Harakat qilding, sabablarni qilding, tuzata olmading. Harakating foyda bermadi. Endi boricha qabul qilib o'zingni tuzat.